Men Nurmurod Safarjon Nurmurod o'g'li hozirgi kunda Uzcom nazorat inspeksiyasi Qashqadaryo viloyati hududiy bo'limi boshlig'i sifatida faoliyat yuritmoqdaman. Har bir ish kunim erta tongdan boshlanadi. Avvalo kunlik rejalar va ustuvor vazifalarni ko'rib chiqaman. Faoliyatimiz aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari, davriy bosma nashrlarni tarqatish sohasida qonun hujjatlariga, normativ hujjatlar va davlat standartlari talablariga rioya qilinishini amalga oshirish. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalar, pochta aloqasi va davriy bosma nashrlarni tarqatish sohasida sifatli taqdim etilishi, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish choralarini ta'minlash, shuningdek normativ huquqiy hujjatlar talablariga muvofiq davlat organlari va tashkilotlarida, shuningdek boshqa tashkilot va idoralarda elektron hukumat tizimida infratuzilmani rivojlantirish va axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishni nazorat qilish vazifasi yuklatilgan. Shu bilan birga fuqarolar va tadbirkorlik subyektlarining murojaatlari bilan ishlash ham faoliyatimizning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Har bir murojaat atroflicha o'rganilib, amaldagi qonunchilik asosida yechim topilishi ta'minlanadi. Davlat xizmatida ishlashni tanlashingizga nima turtki bo'lgan? Davlat xizmatida ishlashni ta'minlashimga yurtimiz taraqqiyotiga o'z hissamni qo'shish, jamiyat manfaatlariga xizmat qilish va o'z bilim hamda tajribamni xalq farovonligi yo'lida safarbar etish istagi turtki bo'lgan. Davlat xizmati menga mas'uliyat va sharafli vazifalarni bajarish imkoniyatini beradi. Axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar sohasida nazorat faoliyatining jamiyat uchun ahamiyati nimada? Bugungi raqamli davrda axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar sohasi jamiyat hayotining ajralmas qismiga aylangan. Ushbu sohada samarali nazorat olib borilishi, xizmatlar sifati, axborot xavfsizligi, fuqarolar huquqlarining himoyasi va qonunchilik talablariga rioya etilishini ta'minlaydi. Bu esa raqamli iqtisodiyot rivoji va aholi ishonchini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Davlat xizmatida faoliyat yuritishni istagan yoshlarga qanday tavsiya bergan bo'lardingiz? Yoshlarga avvalo puxta bilim olish, doimiy ravishda o'z ustida ishlashni, mas'uliyatli va halol bo'lishni tavsiya qilgan bo'lardim. Davlat xizmatida muvaffaqiyat qozonish uchun nafaqat bilim, balki vatanparvarlik, tashabbuskorlik va xalq manfaatlariga sodiqlik ham muhim hisoblanadi. 23-iyun Davlat xizmati kuni munosabati bilan hamkasblaringizga tilaklaringiz. Avvalo barcha hamkasblarimizga 23-iyun Davlat xizmati kuni bilan samimiy tabriklayman. Barchangizga mustahkam sog'lik, oilaviy baxt, saodat, mas'uliyatli faoliyatingizda ulkan muvaffaqiyatlar va yangi yutuqlar tilayman. Yurtimiz ravnaqi va xalqimiz farovonligi yo'lida sharafli xizmatlaringizda omad hamroh bo'lsin.